Robbimiz kalomida quyidagicha xitob qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatgin, zero eslatma mu'minlarga manfaat yetkazar. Zoriyat surasi 51-oyat. Mana shu narsalarni yodimizda saqlasak, yo'lda ketayotgan piyodalar ham o'zlarini belgilangan joylaridan kesib o'tsalar, avtoulov minganlar ham o'zlarini xulqini o'nglasa, avtoulov minishlik katta bir mas'uliyat ekanligini his qilsa, albatta bunday noxush voqealarni ko'pi oldi olinar edi. Turli ulov va transport vositalari Alloh taoloni bizga bergan ne'matlari. Mana yuqoridagi oyatdan kelib chiqib, bir eslaydigan bo'lsak, har qanday transport vositasi Allohni bergan ne'mati, bizlarni uzoqimizni yaqin qilishlik uchun, hayotda yashab turishligimizni yengil bo'lishligi uchun Alloh taolo bularni bergan. Inson zotiga turli xil ulovlarni bo'ysundirilishi, harakatlanishi uchun qulay yo'llar qilinishi, keyingi asrlarda yangidan yangi transport vositalarining kashf etilishi Alloh tomonidan ato etilgan ulug' ne'matlardir. Robbimiz bu haqda quyidagicha xitob qilgan: va ular yuklaringizni siz jon mashaqqatisiz yetkiza olmaydigan yurtlargacha ko'tarib boradi. Albatta Robbingiz mehribon va rahimlidir. Otlar, xachirlar va eshaklarni minishingiz va ziynat uchundir va siz bilmaydigan narsalarni yaratadir.